varikotsel, varikoz, ko'z kasalliklari, sahrni diabet, ya'ni sahrni diabetdan ko'zlari yaxshi ko'rmay qoladi-ku, ya'ni ko'rish ehtimoli juda kam bo'lib, qon, ya'ni ko'zingizni ichi qontalash bo'lib qolsa, qon tomirlari yo'rilib, ko'zingiz ichi qizarib ketgan bo'lsa. Safor yaponska. Varikozga teng bo'ldi. Varikoz, varikotsel, sahrni diabet, ekzema, teri kasalliklariga. Voh, qarang. Toshkentda juda ko'p mana shu. Ko'ryapsizlarmi? Toshkent yo'llarida. Вообще zo'r narsa. Safora yaponskaya deyiladi buni. Safora yaponska. Buni 50 grammini olasiz, ya'ni sentyabr, oktyabrda pishadi. Mana bularni. Donachalarni olib. Ana shularni spirtga tayyorlaysiz. Ya'ni 50 grammini yarim litr 70% spirtga tayyorlab, bir hafta, 2 hafta olib qo'yasiz. Undan keyin yaxshilab chayqab turasiz. 2-3 haftadan keyin 1 oy qo'ying mana senga deb. Ana o'shani 15-20 tomchi yoki 30 tomchidan 3 mahal iching. Ko'zdagi qizarishlar, sahni aytdim-a, varikotselga, varikozga ham iching, ham surting oyog'ingizni. Voy bepul-ku, baraka topinglar, bepul-ku. Tushundingizmi? Xo'p dedingizmi? Ko'zini o'yam, aytib qo'ying.